Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan keldim. Ismim Zahro. Men baxshichilikda 2 yildan beri Termizda o'qib kelaman. Men Respublika baxshichilik san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab internatida hozirda tahsil olaman. Ustozim Tangirov Jovli. 3-sinfligimdan beri san'at sohasidaman. Baxshichilikka keladigan bo'lsak, 2 yil bo'ldi. Har doim ajralib turishni yaxshi ko'raman. Asosan Farg'onada baxshichilik yo'nalishi yo'q. Ko'proq an'anaviy xonandalik, maqom, estrada shular ko'pligi uchun men baxshichilikdan yagona bo'lib chiqmoqchiman. Televizorda tomosha qilib, baxshichilik yo'nalishiga qiziqib qolganman. Keyin ota-onam gaplashib, shu Termizga joylashtirishgan o'qishga. Uydagilarimga aytganman, shunaqa men baxshichilikka qiziqaman. Menga shunaqa o'qish topib bering deganman. Keyin aytishganlar, ular bizga seni kelajagingda o'zingni yo'ling topib, o'zing yaxshi ishlab, shu baxshi bo'lib, xalq baxshisi bo'lib yursang bo'ldi deyishgan. Xo'p, men hozirda Saksonlar dostonini o'rganib kelyapman. Ustozim qo'shimcha qilib alpomish, kun tug'mish shu dostonlarni qo'shimcha qilib o'rgatib kelishadi. Do'mbirada asosan 2 yilda shu cholg'uni chalib aytishni o'rgandim. Baxshichilikda shunday narsa bor, o'zingiz to'qib badiiy qilib aytishingiz kerak. Shunisi menga juda yoqadi. O'zimni bilimimni kuchaytiraman shunaqa qilib. Eng yaxshi ko'rib aytadigan dostonim Saksonlar dostoni. Yaxshi ko'rib aytaman o'zim. Yaxshi ko'rib o'rganganman, ustozim o'rgatganlar. Musiqa men uchun katta ahamiyatga ega. Ularsiz yonimda o'ng qo'lim yoki chap qo'lim yo'q bo'lib qolgandek tuyuladi menga nimagadir. Musiqa bo'lmasa agar. Musiqa meni hayotim. Usiz tasavvur qila olmayman hech nimani. Men yoshlar ovozi tanloviga endi birinchi marotaba qatnashishim. Birinchi urinishda respublika bosqichiga chiqdim. Bundan juda xursandman. Tuman bosqichida, viloyat bosqichida o'tish menga sal qiyinroq bo'ldi, chunki raqiblarim bo'ladi. Raqiblarimni yengib o'tish sal oson bo'lmadi. Men viloyat bosqichida Saksonlar dostonidan aytdim. Hakamlar hay'ati a'zolarimizga Saksonlar dostonim juda ham yoqdi. Chertishlarim aniq chiqqani uchun qolgan ishtirokchilardan yaxshiroq aytganim uchun o'rin berishdi. Tayyorgarlik juda qiziq bo'ldi. Hayajon bilan ustozlarimdan o'rgandim. Bugun respublika bosqichida Saksonlar dostonini eng yaxshi ko'rgan joyimni aytib beraman. Menga Tangirov Jovli ustozim shu 1 yil davomida ancha dostonlar o'rgatdi. Shundan ichida eng yoqqan Saksonlar bo'ldi. Shuning uchun Saksonlarni aytib bermoqchiman. Respublika bosqichi uchun juda ham kuchli tayyorgarlik ko'rdik. Raqiblarimiz juda ham kuchli. Kechalari uxlamadik. Juda ham hayajonli daqiqalar hozir, adrenalin, hamma hayajonda. Menga yordam bergan ustozimga, ota-onamga, meni qo'llab turgan barcha do'stlarimga, qarindoshlarimga rahmat aytaman. Birinchi o'rinni olishga 50 millionni ham ko'zlayapman. Tanlovlarda ishtirok etishimiz bizga qandaydir kuch bo'ladi. Bizni intiltiradi. Bizga oldimizga maqsad qo'ydiradi. Shuni yutsam shunaqa bo'ladi deb o'zimizga maqsad qilib olganimizda ancha bizni kuchaytiradi. Raqiblarim rivojlantiradi va biz davom etamiz shunaqa yaxshi bo'lish uchun, yaxshi xalq baxshisi bo'lish uchun. Mana shu kabi bizga sharoitlar yaratib bergan davlat rahbarimizga rahmat aytamiz. O'zimni nomimdan, boshqa yoshlar nomidan rahmat aytamiz. Uchib borar osmonda bir-biriga gap o'tib, kunlar botib boradi yana